quloq silib anglanglar. Sizlarga düşmanlik qilganlarga mehr muhabbat ko'rstinglar. O'chmanlik qilganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarni qarg'anlarga baxt tilanglar. Sizlarga yomon muomalada bo'lganlarga duo qilinglar. Birisi sizlarning o'ng yuzinglarga ursa, sol yuzinglarni tutib beringlar. Birisi sizlarning chopininglarni ilib ketsa, ko'nglinglarni selib beringlar. Birisi sizlardan bir nima tilasa, tiligini beringlar. Birisi sizlarning biror narsanglarni ilib ketsa, uni qaytarib berishni so'ramanglar. Boshqalarning o'zinglarga qanday muomala qilishini kutsanglar, sizlarmi ularga shunday muomala qilinglar. Agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatsanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi o'zini yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatadi. Agar sizlar o'zinglarga yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilsanglar, buning maqtangudek nari bor. Hatto gunohkorlarmi shundoq qiladi. Agar sizlar qarzni qaytara oladiganlarga bersanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi aynan qaytarish sharti bilan boshqa gunohkorlarga qarz beradi. Yo'q, sizlar dushmaninglarga mehr muhabbat ko'rstinglar. Ularga yaxshilik qilinglar. Boshqalarga qaytarib olishni o'ylamaylar, pul qarz beringlar. Shu chaqda arishda mo'l inomga erishsizlar va ulug' Xudoning farzandi bo'lganlarga guvohlik bergan bo'lasizlar. Chunki Xudo yaxshilikni bilmaydiganlarga va yomonlarga shafqat qiladi. Arishdagi otanglar mehribon bo'lganidek, sizlarmi mehribon bo'linglar. Boshqalarning ustidan hukm qilib yurmanglar. Sizlarmi Xudoning hukmiga uchirmaysizlar. Boshqalarni ayblamanglar. Xudomi sizlarni ayblamaydi. Boshqalarni kechiringlar. Xudomi sizlarni kechirim qiladi. Boshqalardan hech nimani oymanglar. Xudomi sizlardan hech nimani oymaydi. Hatto sizlarga cho'ng o'lchig'ichga liq chingdab to'ldirilgan inomni taqdim qiladi. Sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab besanglar, Xudomi sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab beradi. Ondan Hazrati Ayso ularga tamsil orqali ta'lim berib mundaq dedi: qarg'uni yetaklab mangolmaydi. Unda qilsa har ikkilisi o'rg'i tushib ketadi. Shogird ustozidan ustun turmaydi, lekin u o'qib yetishgandan keyin ustoziga o'xshash bo'la oladi. Nima uchun birodaringning har kipikidek kichik savallikni ko'rib, o'zingdagi limdak cho'ng gunohni ko'maysan? O'zingdagi shuncha cho'ng gunohni ko'may turib, birodaringga ko'zingdagi har kipikini ilib etay deyishing qandoq gap? Ey soxtipes, avval o'zingning ko'zidagi limni ilib et. Buning bilan aniq ko'rib, birodaringning ko'zidagi har kipikini ilib etalaysan.